Siz hamma kabi hayot kechirmoqdasiz. Lekin siz ichingizda nima bo'layotganini bilmasligingiz mumkin. O'zbekistonda 2023-yil 1884 ta holat, 944 ta o'lim. 2024-yil 1970 ta holat, 824 ta o'lim. Gap bachadon bo'yni saratoni haqida ketmoqda. Bu raqamlar yillar sayin o'sib bormoqda. Siz keyingisi bo'lishingiz va bu haqda bilmasligingiz mumkin. Odam papilloma virusi ayollarda bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablardan biridir. Ammo buning oldini olish mumkin. Odam papilloma virusi testi, PAP test. Muntazam skrining. Erta tekshiruvdan o'ting. Hayotni saqlab qoling.